Qaysi reklama necha pul ayta olasizmi? Bu video tadbirkorlarga, ayniqsa shaxsiy brendini yuritmoqchi bo'lganlarga foydali bo'ladi. Okay? Sizning hayotingizda shaxsiy brend nima berdi? Shaxsiy brend menga taniqlikni berdi. Shaxsiy brend menga odamlar orasida hurmat, izzatni berdi. Undan tashqari yaxshi daromadga chiqdim. Shaxsiy brendini yuritmoqchi bo'lganlar ko'p hozir biznes egalarining orasida. Siz o'shalarga nima maslahat bera olasiz? Borini olib chiqish kerak. Yolg'on aralashtirish kerak emas. Shuni maslahat beraman. Asosiylari shu. Ko'p yillardan beri ijod qilib kelyapsiz. O'sha ijod orasida reklama oldingizmi? Agar olgan bo'lsangiz, birinchi reklamangizni necha pulga oldingiz, aka? Hammaga qiziq. Xo'p, bilasizmi Mahmud, qarang. Shu paytgacha noyabr oyigacha men reklama olmaganman. Yo'q, eksklyuziv. Dekabr oyidan reklama qilishni boshladim. Nimagaki bu juda ko'p insonlarga reklama orqali juda ko'p foydam tegar ekan. Shuni bilganimdan keyin reklama olishni boshladim. Dekabrda reklama oldingiz? Da, oldim. Qaysi reklama necha pul ayta olasizmi? Ayta olmayman. Yo'q, bo'ldi. Glavnisi eksklyuziv shu paytgacha reklama olmasliklarini bildik, menimcha qolganlar bilmadi. Bu videoni tadbirkorlarga jo'natib qo'yinglar va kommentariyada keyingi mehmonimiz mana shunaqa o'zlarini maslahatlarini beradigan mehmonimiz kim bo'lishini xohlaysizlar, yozib qoldiringlar. Okay, rahmat sizga kattakon. Rahmat. Salomat bo'ling. Omad. Obuna bo'lib qo'yinglar, hali zo'rlar oldinda.